Bugun sizlar bilan Marvel filmlaridagi top 10 ta eng boy personajlarni ko'rib chiqamiz. Ha, aytgancha bizning kanalimizning obunachilar soni 1000 tadan oshdi. Kommentariyalarda bemalol tabriklashingiz mumkin va bizni qo'llab-quvvatlagan barchaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Cinema Uz va bugungi videomizni boshladik. 10-o'rinda Norman Osborn, Oscar kompaniyasining asoschisi va rahbari bo'lib, uning boyligi taxminan 10 milliard dollarni tashkil qiladi. Uning boyligi asosan ilg'or biotexnologiyalar, robototexnika, qurol-yarog' savdosidan keladi. Bu esa unga o'zining maxsus Goblin Gliderni va yuqori texnologiyali zirhlarni yaratish imkonini bergan. Ushbu qabih personajni afsonaviy aktyor William Dafoe mahorat bilan ijro etgan bo'lib, u ilk bor 2002-yilda chiqqan O'rgimchak odam filmida namoyon bo'lgan va keyinchalik 2021-yilda O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q filmida multiolam orqali qaytib o'z rolini takrorlagan. 9-o'rinda Emma Frost. Frost internatsional ko'p tarmoqli korporatsiya egasi va telepatik qobiliyatlari bilan tanilgan mutant bo'lib, uning boyligi taxminan 11 milliard dollarni tashkil qiladi. Uning boyligi nafaqat yuqori texnologiyalar va iqtisodiy resurslar, balki o'z tanasini buzilmas olmosga aylantirish qobiliyati bilan ham ramziy ma'noga ega. Ushbu jozibador va aqlli personajni aktrisa Jen Roy Jones gavdalantirgan bo'lib, bu ilk bor 2011-yilda chiqqan G'aroyib odamlar birinchi sinf filmida namoyon bo'lgan. 2009-yilda chiqqan G'aroyib odamlar ibtido filmida esa Emma Frostni Tahayna Totsi mahorat bilan ijro etgan. Ushbu filmda Emma Frostni yosh mutant sifatida ko'rsatishgan va u filmda asosan tanasini olmosga aylantirish qobiliyati ko'rsatilgan. 8-o'rinda Reed Richards, fantastik to'rtlik jamoasining yetakchisi va koinotning eng aqlli insonlaridan biri bo'lib, uning boyligi taxminan 12 milliard dollarni tashkil qiladi. Uning boyligi merosdan emas, balki o'zi yaratgan yuzlab ilmiy ixtirolar, kosmik texnologiyalar va butun dunyo bo'ylab qo'llaniladigan patentlardan keladi. Bu mablag'lar jamoaning barcha xarajatlarini, jumladan New Yorkdagi mashhur Baxter Building qarorgohini va koinotga parvozlarni to'liq qoplaydi. Ushbu intellektual personajni 2025-yilda chiqqan Fantastik to'rtlik filmida mashhur aktyor Pedro Pascal gavdalantirgan. 2022-yilda chiqqan Doctor Strange aqlsiz multiolam filmida 838-olamdagi Reed Richards rolini John Krasinski o'ynagan. U Illuminati a'zosi sifatida qisqa vaqt ko'rinish bergan. 2015-yilda chiqqan va muvaffaqiyatsizlikka uchragan Fantastik to'rtlik filmida yosh Reed Richards rolini Miles Teller ijro etgan. 2005-2007-yillarda chiqarilgan Fantastik to'rtlik filmida esa mashhur aktyor Ian Griffin Reed Richards rolini o'ynagan. 7-o'rinda Hu Wenwu, On Uzik tashkilotining asoschisi bo'lib, uning boyligi taxminan 15 milliard dollarni tashkil qiladi. Uning boyligi oddiy bank hisoblaridan ko'ra asrlar davomida to'plangan qadimiy oltin xazinalar, maxfiy yer osti shaharlari va dunyo bo'ylab tarqalgan harbiy bazalarda mujassamlangan. U o'zining cheksiz vaqti davomida butun boshli imperiyalarni ag'dargan, ularning resurslarini o'zlashtirgan. Bu esa uni Norman Osborn va Reed Richards kabi zamonaviy milliarderlardan boyroq qiladi. Ushbu qudratli personajni mahoratli aktyor Tony Leung gavdalantirgan bo'lib, u ilk bor 2021-yilda chiqqan Shang-Chi Un Uzik afsonasi filmida markaziy antagonist sifatida o'z rolini ijro etgan. 6-o'rinda Justin Hammer, Hammer Industries kompaniyasining asoschisi va rahbari bo'lib, uning boyligi turli manbalarga ko'ra 30 milliard dollar baholanadi. Uning ulkan moliyaviy qudrati asosan qurol-yarog' ishlab chiqarish va AQSh mudofaa vazirligi bilan tuzilgan yirik harbiy shartnomalar orqali shakllangan. Bu boylik uni nafaqat Tony Starkning asosiy iqtisodiy raqibi, balki bir necha barobar boyroq shaxsga aylantiradi. Ushbu ayyor va shuhratparast personajni aktyor Sam Rockwell gavdalantirgan bo'lib, u ilk bor 2010-yilda chiqqan Temur odam 2 filmida o'z rolini ijro etgan. 5-o'rinda Kingpin, New York va uning atrofidagi barcha jinoiy hamda qonuniy bizneslarni boshqaruvchi qudratli shaxs bo'lib, uning boyligi taxminan 40 milliard dollarni tashkil qiladi. Uning ulkan moliyaviy qudrati ko'chmas mulk, texnologiyalar va keng ko'lamli siyosiy korrupsiya orqali shakllangan bo'lib, bu uni yerning soyadagi iqtisodiy gigantlardan biriga aylantirgan. Ushbu ayyor obrazni aktyor Vincent D'Onofrio mahorat bilan gavdalantirgan bo'lib, u ilk bor 2015-yilda chiqqan Daredevil serialidan o'z rolini ijro etgan. Keyinchalik esa 2021-yilda chiqqan Lochin Koz va 2024-yilda chiqqan Echo kabi loyihalarda o'z rolini davom ettirgan. 4-o'rinda Tony Stark, Stark Industries kompaniyasining asoschisi bo'lib, uning boyligi turli manbalarga ko'ra 80 milliard dollarni tashkil qiladi. Uning boyligi asosan yuqori texnologiyalar, intellektual mulk va dunyoni arzon energiya bilan ta'minlovchi ark reaktor patentlaridan keladi. Bu mablag'lar unga qasoskorlar shtab-kvartirasini moliyalashtirish va yuzlab temir odam zirhlarini yaratish imkonini bergan. Ushbu afsonaviy obrazni Robert Downey Jr. gavdalantirgan bo'lib, bu ilk bor 2008-yilda chiqqan Temir odam filmi
filmida o'z rolini mahorat bilan ijro etgan va 2019-yilga asoskorlar final filmgacha MCUning markaziy qahramoni bo'lib kelgan. Va nihoyat top 3ligimizga ham yetib keldik. 3-o'rinda Viktor Van Dom Latviya davlatining mutlaq hukmdori bo'lib, uning boyligi 100 milliard dollardan ortiqni tashkil qiladi va butun bir mamlakat xazinasi bilan mustahkamlangan. U nafaqat milliarder, balki o'z davrining barcha resurslari, banklari va Tony Stark bilan raqobatlasha oladigan eng ilg'or texnologiyalarga egalik qiladi. Uning siyosiy daxlsizligi esa bu boylikni himoya qiladi. Ushbu personajni Robert Downey Jr. gavdalantirishi rasman e'lon qilingan bo'lib, u 2026-yil dekabr oyida chiqadigan Qasoskorlar Doomsday filmida MCUning yangi asosiy antagonist sifatida o'z rolini ijro etadi. 2005 va 2007-yillarda chiqqan Fantastic To'rtlik filmlarida esa Dr. Doom rolini Julian MC Maxson ijro etgan va aktyor 2025-yili 2-iyul kunida 56 yoshda vafot etadi. 2015-yilda chiqqan muvaffaqiyatsizlikka uchragan Fantastic To'rtlik filmida esa Dr. Doom rolini Toby Cabell ijro etgan. 2-o'rinda Namor yer yuzining 70%ni egallagan okeanlar hukmdori bo'lib, uning boyligi taxminan 260 milliard dollardan bir necha trillion dollargacha baholanadi. Uning asosiy xazinasi okean tubidagi ulkan vibranium konlari, ming yillar davomida cho'kkan kemalardagi oltin kumushlar va insoniyat hali yetib bormagan barcha dengiz resurslaridan iborat. Namor yer osti dunyosining mutlaq egasi sifatida cheksiz moddiy boylikka ega bo'lsa-da, bu boyliklarni yuzadagi iqtisodiyotga aralashtirmaydi. Ushbu personajni aktyor Tenot Huerta gavdalantirgan bo'lib, u ilk bor 2022-yilda chiqqan Qora Pantera abadiy filmida Talokan qirol sifatida o'z rolini ijro etgan. 1-o'rinda T'Challa Wakanda qiroli va 90 trillionlik boyligi bilan yer yuzidagi eng boy inson hisoblanadi. Uning ulkan boyligi dunyodagi eng noyob va qimmatbaho metal vibranium konlariga asoslangan bo'lib, ushbu metalning har bir grammi 10 ming dollar turadi. Wakandada esa uning 10 ming tonnadan ortiq zaxirasi mavjud. Bu iqtisodiy qudrat T'Challani nafaqat yerdagi, balki koinot darajasidagi moliyaviy gigantga aylantiradi. Ushbu afsonaviy personajni marhum aktyor Chadwick Boseman gavdalantirgan bo'lib, u ilk bor 2016-yilda chiqqan Kapitan Amerika fuqarolar urush filmida o'z rolini mahorat bilan ijro etgan. Hop, sizlar aytishinglar mumkin, nimaga Thorni yoki Odinni aytmadingiz? Sababi Odin ming yillar davomida ko'plab sayyoralarni bosib olgan, 9 olamga hukmronlik qilgan va uning boyligi deyarli cheksiz. Agar Thor yoki Odinni qo'shmoqchi bo'lsam, MCU filmlarida chiqqan ko'plab personajlarni qo'shishimga to'g'ri kelardi va men shunday ham ro'yxat tuzdim. Va ularda men qo'shgan personajlar bu Aisha, Grandmaster, Thanos, Oliy Evolyutsioner, Ego, Kolleksioner, Galactus, Arishem, Kuzatuvchi, Uato, O'lim va cheksizlikdir. Agar bu personajlarni qo'shganimda deyarli ro'yxat ichida biz biladigan yerda yashaydigan personajlar deyarli qolmagan bo'lardi. Chunki bu personajlarning deyarli hammasining boyliklari cheksiz va o'zlari xohlagancha narsalar yaratishi mumkin. Shuning uchun ham bu personajlarni qo'shmadim. Lekin bu personajlar haqida bilib olishni xohlasangiz, mening Telegram kanalimda bular haqida bilib olishingiz mumkin va men bu haqida ro'yxatni ham tashlab qo'ydim. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Sizlar bilan Sinema Uz va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.